Xullas qarindoshlar, yogurt olib, asal solib, yaxshilab aralashtirib, aynan o'sha yogurtni muz idishga solib, ustidan malina va qulpini soladigan bo'lsak, shokolad bo'lar ekan-di. Bay. O'xsharmikan a? Deb turib, muz idishi o'zi ham katta konini oldim. Shunaqangi chiroyli asal idishimiz bor. Har safar maqtanmasam ko'nglim joyiga tushmaydi dey. Sizdagi asal idishni qatdan olsak bo'ladi qarindosh deb so'ragan qarindoshlarim uchun aynan mana shu asal idishni hammamiz biladigan uzun marketga kirib, Chin bozor deb yozasizlar va qarabsizki, birinchida qarindoshingizni do'koni chiqadi. Aynan mana shu yerdan qarindoshingiz hozirgina ishlatgan asal idishini 40 ming so'mdan butun O'zbekiston bo'ylab zakaz bersanglar bo'ladi qarindoshlar. Asal aralashtirilgan yogurtimizni ketma-ketlikda bir chiroyli qilib muz idishimizga solib chiqdim qarindoshlar. Shunaqangi ko'p ketar ekan buni ichiga. Uni ustidan esa rangi juda ham chiroyli bo'lgan malinalarni solib chiqdim. Hammasidan ham malina rangi menga juda ham yoqyapti. Chiroyliligini qaranglar. Malinani ustidan esa ayyamasdan eritilgan shokoladni shunaqangi qilib quyib chiqdim qarindoshlar. Uni mazasini hozirdan qanaqa chiqishini tasavvur qilyapman-ku. Bay shuni tayyorlashni protsessini o'zida ishtaham ochildi. Barchasini ustimiz so'boganimizdan keyin marazilkaga jo'natib yubordim qarindoshlar. O'zi ham 2 soatmi 3 soat marazilkada turgandan keyin shundoq ochganimni bilaman. Ko'rinishidan rosa chiroyli narsaga o'xshayapti. Buni qaranglar. O'zi ham 3 soat marazilkada turgandan keyin muz idishdan tushishi shunaqangi qiyin bo'ldi bu janavarni. Bir amallab muz idishdan tushirib oldim. Ha, bu janavar 3 soat xolodilnikda marazilkada turgan bo'lsa ham teye qotmabdi-yu. Ha, mayli, retsept o'xshamasa meni urishadigan qaynanam bormidi. Tayyorlagan shirinligimizni asosiysi ko'rinishi emas, mazasi. Xo'sh qarindoshlar, sizlarni uzoq kuttirmagan holda asta-sekin degustatsiyani boshlaymiz. To'g'risini aytaymi yoki de shirin qilib yolg'on gapirib qo'yaymi qarindoshlar? Shunaqangi muzday ekan. Qarindoshlar, bilasizlarmi? O'rtacha shirin bor, juda shirin bor, o'tib ketgan shirin narsalar bo'ladi-yu. Bu janavarimiz ham o'tib ketgan shirin narsa bo'lar ekan. Agar ko'rinishi yoqqan bo'lsa, imенно shu shirinlikni uyda sinab ko'rsanglar bo'ladi qarindoshlar. Lekin buni sinab ko'rishga umuman majbur emassizlar.